Mana shu. Bu podorожникning yana bir turi. Podorожник lansentniy deydi. Tushundingizmi? Yana bitta zubturum bor-ku, mana bari katta. U endi yo'q. Lekin hammani uyda mana shu bor. Men bekorga emas, birodarlar. Bu ya bitta video qilganimda, bu ham yo'talga. Sokin chiqaring mana shu. Shunday yuling, mana shunday. Shunday yuling. Yuving mana osini. Yuvingda misorobkadan o'tkazing mana shuni. Soki, chiqqan sokini, masalan, bir kunda 3 osh qoshiq yeylar. Chiqqan sokiga, 3 osh qoshiq sokiga 1 osh qoshiq asal aralashtiring. Siz qilavering, hech qo'rqmang. 1 qoshiq asal aralashtiringda mana shuni kun davomida och qoringa 3 mahal iching mana shu sokni. Mana yazvaga sizga, oshqozon yazvasiga, ichaklar gastritiga, manday eroziyalariga, tomog'ori yo'tal podi, bu ham xuddi shuni baqirtiradi. Tushundingizmi? Podorожник lansentniy deyiladi buni. Undan keyin yana yara chaqalarga ezib buta qilib qo'ying. Qo'ying mana shuni, iltimos, mana shuni ezib qo'ying. Ko'zini chiqarib oladi. Tushundingizmi? Siz ishonavering, hammani uyida bor. Gemoroyga qo'ying, barigini qatlab. Kuygan joylarga qo'ying, chipqonga qo'ying, chipqonga. Xo'p, teng, qiling shuni. Rahmat aytasiz.